Assalomu alaykum qizlar, hammaga xayrli kun. Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Dam olish kuni hammada bugun, bizda ham. Ertalabdan menga esa dasturga keldi. Mana qarang, tabiiy yog'lar. Inson ratsionida albatta yog'lar bo'lish kerak. Yog'larni olib tashlash juda katta xatolik, chunki bizning gormonal tizimimiz yog'lar bilan yaxshi o'zini faoliyatini olib boradi. Men har doim ta'kidlab o'taman, bu eritilgan sariyog'. Nima uchun oddiy sariyog'dan eritilgan sariyog'ni aytaman? Chunki eritilgan sariyog'ning tarkibidagi kazein chiqib ketadi, ya'ni durdasini iste'mol qilmaymiz. Shuni inobatga olinglar. Mana bu eritilgan sariyog', bu dumba yog'i va mana bunaqa zig'ir yog'i, ya'ni qizdirilgan, уже tayyor mana bunaqa zig'ir yog'i. Men ratsionimda har doim ishlataman. Oshlarga ham qo'shamiz, bizda ham ovqatlarimizga ham zig'ir yog'idan ozgina qo'shamiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Profilni отметка qilib qo'yaman. Va bunisi esa dumba yog'i. Dumba yog'i bizning ratsionimizda juda kerakli, foydali yog' hisoblanadi. Bundan voz kechish xatoligi va umuman qizlar, yog' bizning jigarimizda ishlab chiqarilmaydi. Yog' bizning tanamizga tashqidan kiradi va shuning uchun bizga yog' juda kerak. Agarda u pufakda toshlaringiz bo'lsa, muammolaringiz bo'lsa, albatta ozgina yog' iste'mol qilib borishingiz kerak, sifatli yog'ni. Va qabziyat bo'lsa ham yog' yetishmaydi, teringiz juda quruq bo'lsa ham yog' yetishmasligidan bo'ladi. Gormonal tizimingizda muammolar bo'lsa, unga ham foydali yog'lar juda kerak. Shuning uchun tabiiy yog'larni iste'mol qiling. Men profilligisini отметка qilib qo'yaman. Bemalol o'zlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.